Bu narsani oldira olmaganimga juda ham afsuslandim. Ishoninglar, erimni pullarini endi ekonom qilaman. Qanaqa qilib deysizlarmi? Karcherdan bir dona parachisil xarid qildim. Endi har xil qimmat vositalarni ishlatdi. Birinchidan qo'limga zarar berib, ikkinchidan cho'ntagiga zarar berish yo'q. Bitta dona parachisil yordamida hamma joyimni suv va par yordamida tozalab olaman. Birinchi bo'lib shu gilamda bolalarim yopishtirib qo'ygan slaym bor edi, qotib ketgandi. Qancha ish qilasam ham ketmagandi, lekin mana shu parachisil yordamida bir pasda ketkazib oldim. Ishonasizlarmi yo'qmi, hech qanaqa vositasiz oddiy par yordamida top-toza bo'lib, gilamimda slaymdan umuman asar ham qolmadi. Endi navbat oshxonamga. Stoleshitsani shunaqa chetlarida bilasizlar, qo'l kirmaydigan joylarda chirkli yog'li qotib qoladi, lekin bu par yordamida o'sha qo'l kirmaydigan joylardagi kirlarni ham bir pasda chiqarib olsanglar bo'lar ekan. Ayniqsa vannamda patologimga bo'yim yetmasdi. Shu parachisil yordamida hamma joyimni, kafellarni, patologlarni ham top-toza qilib oldim. Bu yordamida siz hattoki mebellaringizni ham tozalasangiz bo'lar ekan. Endi himchistkaga pul ketkazish umuman kerak yo'q, chunki sizda karcherdan parachisil bo'ladi. Pollaringizni ham artasiz, gilamlaringizni ham tozalaysiz, vitishka deysizmi, gaz, oyna, xullas bitta dona karcherdan parachisil olsangiz muammo hal. Endi har xil vositalarni olib pulingizni ketkazib, qo'lingizga zarar berishingiz umuman kerak yo'q. Bu videoni tez mashaqa parachisil olish kerak bo'lgan dugonangizga yuborib qo'ying. Endi 8-martga nima sovg'a olishni bilasizlar.